Wow! 70% chegirma. Bu g'irt Pekin degani-yu. 250 minglik ko'ylak 99 mingga tushib qopti. Olmasam bo'lmaydi. Menimcha bu holat sizga tanishi, lekin sotib olishga shoshilmang. Faqat bugun buyumlar soni cheklangan. 1+1. Bu so'zlar sizga qo'yilgan tuzoq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda keling sizga to'g'ri harakat qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib narxlarni boshqa do'konlardan ham solishtirib ko'ring. Aka shunda ham hal qilmasangiz, internetdan qidirib ko'ring. Arzonligiga ishonch hosil qilgandan so'ng buyumni bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Yana bir muhim eslatma. Faqatgina aksiyadagi buyumni sotib oling. Chunki do'kon aksiyadan qilingan ziyonni boshqa buyumdan qoplab olishi mumkin. Mana men ham shularga amal qilib, o'zimga aksiyadagi ko'ylakni sotib oldim. Aka, Tabii. yubkasini olmaysizmi? Nega? Ayollar ko'ylak oldi-ku.